haligi joyda haligi o'zini baxtli hayotini haligi sun'iy o'ylab topilgan hayotga taqqoslab, keyin haligi bechara magari teroq qilib kelib, oilam, uyim, bolam, chaqam deb bechara kelgan haligi uyga kiradi-yu, haligi to'xtamon bir talaban deydi, haligi o'zini prinsessa deyapti-ku, haligi bloger hamma yog'i qilingan bilan solishtiryapti bechara. Keyin men qaraymiz, qachon boramiz deydi sayohatga. Yetishim bo'ldi. Harakat qilyapman, mana endi to'xtang, hozir to'y xarajatlarini yopib oling, yaqinda to'yimiz bo'ldi. Ozgina kredit ham olib qo'ydim. Yo, mayli, men noloyiqmanmi? Yo, loyiqsiz, hammasi zo'r, faqat ozgina. Mana qilay, yurtdi. Men ham ko'rgim keladi, dunyo kezgim keladi. Men nima o'yizni? Kirmanmi, qulmanmi? Shu bilan haligi joyda jalab butun patizi baxtli qiz miyasi aynib bo'ldi. Hani tuppa-tuzi ko'ygan u bola ham erkak. Bu yetqazsammi ondan so'ng deydi. Bu ham keyin ikki uchta motivatorlarga jalab podpiska bo'lgan, aytib ikki uchtasi bor jalab. Erkak bo'lish o'rgatadi. Budda sovet paytdan beri bu yog'iga erkaklik yashamagan. Biz otalarimiz erkak bo'lmagan. Ular ham umrda yeydi, haligi kuyov bola ham ularga obunachi bo'lgan. Jiyalab kelinni mana bu Shmarayevga boshqaradi. Semeyni psixolog o'zini yo'burchasi bilan sayohat qilib umrda yeydi u ham. Bu kuyov bolani ham bitta ikkita shunaqa motivatorlar, bitta ikkita oilaviy bir mujik psixologlar bor. Mujik bunaqa bo'lish kerak, mujik bunaqa. Ikkita jalab miyani, sveji hali qotmagan miyani sentrifugasi hali aylanib turibdi bunaqasiga. Ikkita tomon boshqaradi bechoralarni. Keyin haligi unga til ko'rsatadi, u unga jalab jahlni ko'rsatadi, shapati yeydi, keyin bu onasinikiga ketadi, keyin o'tda bilat qaynona qanaqa bo'lish kerak deganga buni onasi obuna bo'lgan jalab. Qaynota qanaqa bo'lish kerak, qaynotasi obuna bo'lgan. Xullas Instagramdagi yo'q hayotni ular miyalarga qo'yib, oila parokanda. Keyin nima bo'ladi? Statistika ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 6 oyda O'zbekistonda 125 ming oila ajrashuv bo'libdi. Bolalar shokda. Nima qilamiz endi, bolam? Shunaqa bo'lib qoldi, onang dalba ekan. Endi shu yetim bo'lib katta bo'ladinglar. Birga yashaymizmi? Yo'q. Ay, nima qilamiz endi? Nima qilamiz o'g'lim? Ana, ersiz hamma baxtli mashina olyapti bir oyda. Zo'r. Shu bilan haligi joyda u bilat baxtli bilat, u yoqda baxtli o'zicha hamma bilat, hamma pizdes bilat. O'zman eshityapsizlarmi? Nima kimga gapiraman shuncha gapni xatda. O'z kayfiyatim yo'q, alamni o'taman. Jo'ram qiz chiqaryapti, lekin nima? Aka, jo'ram qizga, lekin men hali bir marta ham bormaganman, bormay qo'yaymi? Ya ukam, men u sizni asbobingizga xo'jayinchilik qilgani jalab jonli efir yoqqanim yo'q. Xohlasangiz jo'rangiz bilan boring, xohlasangiz jo'rangizni oldiga borib, jo'rangiz bilan gaplashing. Endi men biladi, sizni tashaqizga xo'jayinchilik qilishim qoldi, kontrol qilishim. O'zi hayotimda jalab kontrol qiladigan narsam, kontrol qilaymi? Suvni chiqaraymi? Okean estetimni chiqaraymi jalab? Arendami yig'aymi mashinalarni jalab? Men bu yerda biladi. 2-3 ta xonadonga boshman, uni qilaymi, buni qilaymi biladi. Ishtonimdagini kontrol qilaymi. Endi sizni ham tashaqizni kontrol qilaymi? O'l biladi. Voy. To'g'risida jalab mening ishim bor, uni tashag'i bilan birinchi martamiz. Bor. Xohlamasang borma. Men nima aybim bor bu? Yaratganman tugayapti, 3% qoldi. Sizga savol bor. Hozirgi kunda gira ko'payib ketdi. Shularga testosteron usi nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Bolalar esida bo'lsin, hozirgi psevdo motivator, aqlli psixolog, semin psixologlarni eshitib, balki
kecha chiqqan trenerlarning eshitib fikrlar buzilib qolgan. Testosteron kamayib ketdi degani inson gey bo'lib qoldi, gey bo'lib qoladi degani emas. U gey bo'lib qolish mutlaq boshqa narsa. Testosteron baland pastlik mutlaq boshqa narsa. Пожалуйста, не путайте хуй с трамвайной ручкой. Iltimos, meni ko'rayotgan o'sha psevdo trenerlar ham bo'ldi qilinglar, har ikkita gap orasida shunaqa dalbiyoblarni ko'ryapmanki, любой gapga testosteron tiqib ketayotganlarni ko'ryapman. Bilar, sizlar yig'ishtiringlar. 2018-19-yilda sizlar testosteron so'zini ham bilmasdingiz, sizlarga nima bo'ldi o'zi? Dalbiyoblar. Bitta daraxt, bitta bola, yosh bola kelib turib, bitta daraxtga kelib turib, ustoz, men bu shoptoli daraxt nimaga bu o'rik emas desa, u shunaqa javob beradi-ku ustozi. Bu o'rik bo'lmagani sababi testosteroni past. Ustoz, hozir 8-martda nimaga mustaqillik bayrami emas buguncha? Chunki bugun testosteroni past bayram. Shunchalik testosteron degan so'zni sizlar miyangizga qurib qo'ydiki, u noto'g'ri bo'lyapti ishlar. Men tilimni qichitmaylar, men bular o'sha aqlli trenerlar, o'sha sizlar vashshe qilib yuboryapsizlar, noto'g'ri qilyapsizlar. O'sha bitta xotiram chiqibdi. Nima dedi? U ham endokrinolog xotin ekanmi, oq ko'ylak kiyib olganmi, jala oq xalat kiyib olganmi? Nima dedi? Men kayfiyatim yo'q, testosteronim past. Men uyquga yetmayapman, testosteronim past. Ishtaham yo'q, testosteronim past. Yiban bo'lib qolganmisizlar? Dalboyib emasmisizlar? Bu inson, bu tirik jon, bu tirik jon. Bu inson bu. Buning psixoemotsional holati, buni bilak atrofidagi bo'layotgan voqealar, ekonomika holati, buni oilasidagi tungi kungi jarayonlar, uni ota-onasi, uni tug'ilib katta bo'lgan olami, aurasi, muhiti. Yibanutiylar bilan. Sizlarga nima bo'lyapti o'zi bilan? Kulgim kelmayapti, testosteroningiz past. Sigim kelmayapti, testosteroningiz past. Вы что, ебанутые, что ли, блядь, уже? Вы что, конкретно уже все, уже приехали или что, блядь? Bilmasanglar, meditsinaga, endokrinologiyaga aralashmanglar. Hurmatli o'sha anaqalar, ya'ni psevdo psixolog, motivator, xuyologlar bilan. Tushunmasanglar, tushunadigan odamni o'tkazib qo'yma, mazapazlarni qochirib qo'yadi. Duxili yetadimi? Oynai jahonda bittaga bitta o'tkazib qo'ymasdan, tushunadigan odam bilan. Mendan ham kuchli muskula bilan tushuntirib qo'yib, o'tkazib qo'yamasdan. Qaysi birlar chiqa olasizlar? Fandan, ilmdan, meditsinadan, faktlar bilan, analizlar bilan, tadqiqotlar bilan sizlarga o'tkazib qo'yib olaylar. Mana shuni. Shuni birga bir o'tira olasizlarmi? Debat qilamiz. Rasna-ras jinni bilan. Kayfiyatingiz testosteroningiz past. Ishi bo'lmayotgandir, uni puli kamdir, kreditdan telefon qilgandir bilan. Kayfiyati yo'q jalab. O'rtoq xafa qilgandir, itarib ketgandir bilan. Bevafolik qilib ketgandir, testosteroningiz past. Yibanutimiz, testosteroningiz past. Блядь, я не знаю уже, блядь. Приехали, походу. Biz уже yetib keldik, bolalar. Sekin Instagramni bildirmasdan o'chirib olish kerak o'zi. Уже qizarib ketdim, qaranglar, menga ham mumkin emas nima qilish. Hozir ko'rgan odam nima deydi? Sen asabiylashsan, testosteroning pastda. Ama suka tabiatdan shunaqa bo'lsam-chi, блядь. Men tabiatdan shunaqa krasnodichib, haqiqat bo'yicha baqirib gapiradigan, men haq bo'lgan joyda o'zimnikini o'tkazadigan, shunaqa asabiy inson bo'lsam, testosteroning past. Tavba yo'q, meni hammadan ko'p testosteron. Testosteroning past. Вы что, блядь, уже вообще что ли? Ебанулись, да? Вы что, блядь? Вообще что ли, блядь? Sizlarga nima endi, блядь? Ustidan yozish kerakmi sizlarni? Tirik jon bu inson. Bitta garmon bilan odam blядь bunaqa bo'lib qolmaydi. To'g'ri, uni ta'siri bor, lekin sizlar o'ylayotgan insonni tipini, umumiy tabiatini, genetikasini, DNKsini o'zgartirib olmaydi testosteron past yo baland bo'lgan. Testosteron degani faqat ko'rpa to'shayda 24 soat seks mashina degani ham emas o'zi u aslida. Erkaklik gormoni to'g'ri. Agar ayollarda sal ko'payib ketsa, ozgina mamutlarda ko'payib ketishi mumkin bu. To'g'ri. Lekin bilad boshqa insonga aylanib qolmaydi u. Tabiatdan xushchaqchaq bo'lsa, testosteron kam bo'lsa, endi g'amgin,
ummonni eshittiradigan bo'lib qolmaydi u. Tabiatdan kimdir bunaqa, tabiatdan kimdir bunaqa, tabiatdan kimdir xushchaqchaq, tabiatdan shu yaralgan shunaqa Alloh uni shunaqa yaratgan. Testosteron pas. Davbayobmisan sen? Ha, sen chunki testosteron pas. Yo'q, siz davbayobmisiz? Zaman so'rayapsan, sen testosteron pas. Yibanoshka biladi. 2-3 video ko'rdim shunaqa o'sha. Bitta ayol, bitta mujik chiqdi. Shunaqa deb hamma narsaga testosteron sababchi ekan. Davay bo'lmasam hammasiga sabab. O'sha kuni futbolchilarimiz gol urmadi, testosteronlari pas biladi. Jahon chempionati yutqazgach, testosteronlari pas biladi. Kecha to'y bo'ldi, Umid Uzzi to'yi, bir aytishgan to'yi. Ko'p bola raqsga tushmadi, o'ynashmadi, skromli turishdi. Ularda programma bo'yicha yo'q, ular testosteronni suka pas biladi. Mana mashinam biladi, mana 706 kuchga gelik onasizki, tez yurmayapti. Bu ko'tda ham testosteronni pas biladi. Kinoni ko'rdingmi, mazmunini tushunmading. Ha, senga testosteroning pastda, shuncha tushunmading, dalbayo'q. Bu cho'p biladi, yibanuli что ли? Motivatsiya bering. Okey, siz testosteroningiz past, shuncha motivatsiya sizga tushib ketgan. Okey, musul komp sizga rahmat. Hop. Sotib olganman komklubni. Siz asabiylashib testosteroningiz past yozdi. Gandon. Xudoga shukr, menda juda zo'r o'zim yoshimga. Xolasangiz to'nqayim 1 soat itarib qo'yaman sizni. Testosteron ham hammasi normalniy. Prosta tushuninglar, u boshqa narsa bilan boshqa narsani ular anaqa qilib tashlashyapti. Ularga klient kelish xohlashyapti, shu testosteronni sotishsa, boshqa qilishsa. Da unaqa allanib qolavermaysiz, hal o'ylanglar, aql bor. Allohim bizni 18,000 olamni ichida, shuncha jonzotlarning ichida aql bilan yaratdi. Juda bir ajoyib, g'aroyib insoniyat proyekt qilib yaratdi bizni. Aqlimiz bor. Tanamizdagi bironta joyimizda nerv tog'lar aql bo'lib ishlamaydi, lekin mana bu yerdagi neyronlarimiz toz soch tog'larimizdan 100 barobar kichkina tog'lachalarimizni aql qilib yaratdi Alloh. O'shani ishlatinglar ozgina. Sal o'ylanglar, qanaqa sizga biladi. Bo'lishi mumkin. Bu zaryadkam o'chyapti, bolalar 1% qoldi. Tunnel yaxshi o'tsin. Sochi to'g'ri testosteroningiz bas. Yomon komment yozibdi. Siz erkaklarni tanimoqchisiz, testosteroningiz past. Voy bilan. Ertaga xudo xolasa konkursga start berishimiz kerak, shuni harakatini qilaylik. Ertaga ish ko'p. Indinga hashar, ishimiz juda ko'p. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, hammadan yaxshi ko'ramiz. Testosteronlar pasaymasin. Har yegan ovqatlarni rasmga olavermanglar, videoga olavermanglar. Biz ham ovqat yegimiz kelib qoladi. Biz axir ovqatsiz odamlarmiz. O'shanaqa payt biz ham o'ylaylar yoki stories qo'yganlarda har bitta storieslarni ko'rgan odamga ovqatni dastavka qildirib olinglar, ular ham yesin, ya'ni biz ham yeylik. Ha, sayohatga borganda ha deb 25 taraf stories qo'yavermanglar.
tiklab qo'yinglar bo'ladi. Biz ham sayohatga borgimiz kelib qolyapti, depressiyaga tushib qolyapmiz. Depressiyaga tushib qolsak, sizlar yana testosteroning past, shuncha depressiyaga tushyapsan deyapsizlar. O'zinglar hamma yoq alg'ov dalg'ov qilib tashlayapsizlar-da, keyin testosteroning past, men baqirib olsam deyapsizlar. Unaqa emas.